Voz kechilmaydigan ayol qanaqa bo'ladi? O'zini yaxshi ko'radi, hurmatini biladi. Kerak emas ekanligini zarracha sezdimi? Qadrsiz ekanligini. Darhol u joydan ketadi. Qalbi og'riyotganini dugonalari bilan bo'lishi mumkin, lekin darhol ikkinchi erkak tomon ketmaydi. Qanaqa bo'ladi? Jozibali ayol, birtada o'ziga atrofdagilarni maftun qila oladigan ayol qanaqa bo'ladi? Uni qosh ko'zlari chiroyli bo'lishi kerakmi yoki yuzi tiniqmi? Yo'q. U kulganda chin qalbdan kuladi. Yig'lasa chin qalbdan yig'laydi. Va o'ziga ishonib, men Alloh yaratgan. Men kerakliman. Bu joyda kerakli bo'lmagan bo'lsam, men Allohga kerakman. Uning ichida o'ziga bo'lgan ishonch shunchalar kuchli bo'ladiki, hattoki unga yopilgan eshiklar qarshisida ham u kulib turib o'zi uchun yangi eshik ocha oladi. Yangi eshik ochish qobiliyati bor bo'lgan ayol, o'zi uchun har doim yangi yo'llarni topa olgan ayol kerakli, jozibali va voz kechilmas ayol bo'ladi.